Saraliqning Guangzhouda kunlik turmushdan ariya. Mana chacha-sachdan boshlab ketdi bir kunlik hayotimiz. Bizning satirish qanday qiqasi ko'rdingmi? Paypayizim achamay qoldi qaldirishliqda. Haqiqiy satirish muhitning ta'siriga qat'iy uchamaydi. Mush ko'z qarshimga to'g'ri deydiganlar qolsa inkas rayda 6 yo'l yutdi. Bular nimachilar yasinib ketdi deb o'ylab qilishinglar mumkin, chunki biz dapanjiga boramiz. Bu dapanji degan hozir bizga nisbatan chaqnaydi. Alayda bir tamoqlarda cho'ng taqsliq to'g'ri qo'rdiqimiz chiqdi. Hey mush dapanji o'xshamay qolamdikan deb endish qilgan biroq endish qilganlarimiz ortiqcha. Mush kayni silinganmish cho'plardan his qilib olgansa dapanjini o'xshaganligini. Ammo cho'pni qo'qma yedik. Ag'ina ilzajidal degan dapanji yegandek bo'lmasam bo'lmaydi deb appak konsertni kelib chiqibdi mana chachirtib turib yeyman deb. Ko'ngildagidek yavaldi mana. Bugun kunlik kechikmish dapanjimi o'ylab baxmaganda o'zining menda pakkiz yeyilib ketadiganligini. Dapanji yaxshi anglar, biz mushta qilolmagan ishlarni qildigan bolalar. Dapanjiga manda oldi ko'rdingmi? Ma'nondek aqsa adam yo'q. Enimizi bu. O'zimizning qo'shiq to'ygan bilan qo'saqlarni to'ydiramat qadamdan unutib qolsak bo'lmaydi. Bizning yana bir asosiy maqsad dapanji ishdan sirt non ilish. Mush nonmi biz uchun bek muhim. Biz turib qayerdan non bek kamchilki. Fursat topib qolsa bu daqiqamiz navoydan bilan ag'ashganmizga qiynalmaydigan. Biya kelgandan keyin birinchi o'ylaydiganlar pul tepish emasga, balki iqtisodni qanday yetkazishga. Mishakib tirishlik qilayotgan qarindoshlarim deganim to'g'rimi, xatomi? Inkasrayning bir yezib yiqinglar. Biya iqtisod kirim yartma deysizga to'xtamasdan bozor aylanishingiz kerak. Qayerda azam mal va qayerda sifatli mallar va cho'qim izlab so'rab purab turishingiz kerakanda mana bizni to'xtamasdan bozor aralash orqali azumgan sifatli arzon mallarni chiqardigan ayollarni topdik. Biya kelgandan har xil amallar bilan pul tepishni o'ylaysizga, bizni turib kira qilib pul tepishni o'ylab boqimiz kelib qoldi. Biroq men moto bir qatim chiqqandan yag'lan bu ishdan voz kechdim. Nimishga desanglar, mushunda yo'ldan ufmasanglar, sizlar pul topolmaysizlar ekan, mayig'il ishlab ketib ketsizlar ekan, biz bu yerda manda yo'llarda apardi kesli moto. Odatda 1 soatlik mandigan yo'lni 15 minutda apirib o'tdi. Yana bir ish o'zinglar bilsa, biz hozirgacha mashin turyapmiz. Bu Guangzhouda mashin to'xtatish ajoyib bir tashishga. Shunga biz yana davomli holda safarda qilganimizni qilaylik deb bir Gosug'ning fujisi ketishni qaror qildik. Yo, elim bizning chilan to'g'ri qo'yib qopdi, biz nelarda jura o'g'iydi. Mana mush moto o'tirib mamaqchi islar deb beqana biz patamda patlandik. Ben sürekli oturdum. Şo'ng'atlardan hayrat mana chash podasi degan. Chash deganni qo'ysa, mushta qo'ysa, bo'lmasa qo'ymaydi qo'ysa. Bu Guangzhouda yana birsi kiyim-kechakdan qaslamışda shokoladchanlar chakka. Nega bas shokoladchan? Ba'zi turib o'zimni shokoladchanlarni dövletiga qilgandagi his qilmayman. To'yliq oyoq olinmaydiganlar diqqat qilinglar. Miyada oyoqninki yamanlari va kak to'yg'ili kiydi. Yaman qiqas oyoqlar batdiki ama lobiyan tatqizg'ini unumidi ama kerak yo'q qolsanglar ko'ngillardagidek deb beramiz. Hur jig'il tatgidek fasullar va kamiya. Baza deganni qidirib tekshiryapmiz. Mana qidirish orqali bir soat bozor bayqab qoldik. Ma soatlar topib payt sotadigan soatlarga, yez bozorlarda, nayalarda, shaharlarda mishta soatlarni besitib ancha-muncha kirim yarta deganlar qolsa mush soatlar bo'ladiki, azon chiqadiki, ham sifatim yaxshi chiqadiki. Vallahi ajoyib soatlarni tepib oldik. Ba'zida muvaffaq soatlar. Ma soatlar yaxshi, qaranglar, ko'rdinglarmi? Yaxshi qaranglar. Qaranglar, ma soatni ko'rdinglarmi? Ishtikmib istirix qarilib ketdi ma soatni. Kim ushta tura olamsizlar? Bu qanday turish bu? Isrofxo'rlikqa qat'iy qarshtiraylik qarindoshlarim. Inkasrayniga isrofxo'rlikni qarshtirdiga bir harakatlaringni olib tatib aytib qo'yinglar. Endi mezi bo'lma isrofxo'rlik qarshi turma davatma fikirsa yapılangan tomoqlarni chiqarib qo'yding qo'ya bunga. Ma'vinanima, uvgunima. Aniq uvgunima. Ma baq qulaylikka ko'rdinglarmi? Tilpa o'ynash menga bersizlarga beshanliq olgan narsani qo'yib qo'yib. Endi mezi bo'l shokoladchanlarni ko'rib nihoyat hayron qoldi. Xaridorlarimizning turlari nihoyat ko'p. Masalan, tırnaqchilik qilgan bir xaridorimiz borda, temoq yasaydigan. Bu temoq yasaydigan qizlar nimacha ko'payib ketgan desam, amaliyotda bu rasmiy bo'ladigan kasbga emasmi? Musha kelgandan yog'i chiqib qoldim. Bu temoqchilik rasmiy bo'ladigan kasbga. Mush temoqchilik qiladi, men temoq lozim deganlar olib qolsa, gaqilanglar, men yaman deb qoldim. Ba'zan arlig'an ansir yaxshi narsa uchrab turibdi. Mana bir xaridorimizga yaman attirdan birini selib Amsa qarindoshlarim yurak berib qaytilishni unutib qolmanglar. Bugungi vlog Mishad oxirlashdi. Mishaddan ancha-muncha munosib iqtisod kirim yartma davatgan Shinjongdagi do'stlar bo'lib qolsa, bizdan cho'qim aloqa qilsanglar, ko'ngillardagidek sizlarga foyda qiladigan mallarni biz topib beramiz.